Bugun bizda yangilangan Cobalt MCM avtomobili bor. Qaranglar, bu avtomobilni o'zi zavod monitor bilan chiqyapti, lekin kamera yo'q edi, zadniy kamera. Biz zadniy kamerani programmalarini qilib, o'rnatib, ulab ishlatib berdik. Xo'p, rulni burganda palasalari buriladi. Mana siz obzor qilamiz. Ko'rsatishni ko'rsatamiz, sanaqa ko'rsatadi. Palasi yoqmasa, olib tashlayverasiz. Bo'ldi. Obzor moshni ko'rsatishlari o'zini joy-joy o'rni-o'rniga ulanadigan protokolni kameralarni programmasi o'rnatib. Bundan keyin bu avtomobilni Vario bilasizlar, Malibu 2 Vario ham Black Piano variantida avtomobil berganmiz. Turishi, parrandalari hammasi platali, bigushi, kronshteynni xotada, polta ishirmaydi, samolyot urilmaydi yonidan ham. Беспроводный zaryadkalari bor, ruchnoyimiz original ovoz. Sidena обогревlari o'zida chiqqan. Biz mana shu knopkaga ilib berdik. Bitta knopkaga qo'shimcha bagaj ochadigan qilib berganmiz. Hozir ishlab turibdi. Bu qora salon prujnitlarlar bilan chiqqan Cobalt MCM. Xo'p, o'z rullari hammasi multimedialari bor. Biz bu avtomobilga qaraydi. Start stop qilib berganmiz. Mana shu knopkasiga start stop qilib berganmiz. Tormoz bosib turibdi, bo'lsa zavod bo'ladi. Ham idealni kerakli bo'lgan udobstvolarni qilib berdik xolos bu avtomobilimizga. Yana o'zini shtatniy pultdan oyna ko'taradigan qilib berdik. Bitta yopganda oynalarimizni ko'tarib beradi, to'rttalasini. Keyin faralarni qaranglar, полный bilet qo'yilgan. Orotniklari ham cho'tki begushi bo'lgan.